هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure A'la tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'la suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure A'la Mekke'de nazil bolgan 19 ayet. Bu sure hicretten ilgari Mekke'de düşkendir. Bu surenin Mekke'de düşkenlikinin delili tüvendeki hadistir. İmam Bukhari Bara ibn Azib'nin mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Mus'ab ibn Umayr ve ibn Ummu Mektum'la Peygamber aleyhisselam'nın sahabelerden bizning qishimizga, ya'ni Madinaga eng dastlab kelgan kishilar edi. Ular kelib bizga Qur'on o'qib beradi. Ondan Ammar, Bilal ve Sa'id qatorliq sahabelar keldi. Ondan Umar ibn Hattab 20 sahabe bilan keldi. Ondan Peygamber aleyhisselam keldi. Men Mediniliklarning boshqa bir narsaga Peygamber aleyhisselamning kelganiga xush bo'lganligini ko'rmadim. Hatta kichik bolalarning mana bu Peygamber aleyhisselam bizning qishimizga keldi deganligini ko'rdim. Peygamber aleyhisselam kelibla sura A'lani, ya'ni bu surani, uningga o'xshash qisqa surlarni yod oldim. Sura A'laning fazilati to'g'risida İmam Bukhari ve Muslim mundaq deb rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam Muad'ga sen namozda kishilarga A'la, Shams ve Layl surasini o'qib bersang bo'lmasmidi dedi. İmam Ahmad Nu'man ibn Bashirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam 2 hayit namozida A'la surasi bilan G'oshiya surasini o'qiydi. Agar hayit namozi juma kuniga to'g'ri kelib qolsa, Peygamber aleyhisselam juma namozigami yana bu 2 surani o'qiydi. Bu hadisni İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi ve Nasa'i qatorliqlar rivoyat qildi. İbn Majah, Muslim, Abu Davud, Tirmizi ve Nasa'i qatorliqlar mundaq deb rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam A'la ve G'oshiya suralarini 2 hayit ve cuma namozida o'qiydi. Agar hayit namozi bilan cuma namozi bir kunda kelib qolsa, u 2 surani yana har 2 namozda o'qiydi. İmam Ahmad, Ubay ibn Ka'b, ibn Abbas, Abdurrahman ibn Abza ve müminlarning onasi Aisha radhiyallohu anhularning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam A'la, Kafirun ve İhlas surelerini vitr namazida o'qiydi. Aisha radhiyallohu anha yana Peygamber aleyhisselam vitr namazida sura Falaq bilan sura Nasni o'qiydi deganni qo'shib qo'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Hammadan ustun Rabbingning nomini pok e'tiqod qilgin. U butun maxluqotni yaratdi. Ularni bejirim, ya'ni chiroyli va munosib shaklda qildi. Maxluqotga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. O't cho'plarni o'stirib berdi. Ondan ularni qaramtul, quruq o't xasakka aylantirdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Kur'an'ı okutimiz.
Allah nəsxi qılmaqçı bolğan nəsədən başqını unutmaysan. Allah bəndələrinin aşkara və yoşurun söz hərəkətlərini bilib durdu. Seni biz asan yolğa, yəni İslam şəriətinə muvafiq qılımız. Vəz nəsihət paydalıq boladigan bolsa, kişilərə Qur'an bilan vəz nəsihət qılğın. Allah'tan qorqqan adam vəz nəsihətni qəbul qılıdı. Ən şəqi adam vəz nəsihətdən qaçıdı. O katta otqa, yəni dəvzəqqa kirdi. Ondan o otda ölməydi və obdan yaşamaydı. Allah Teala'nın namını pak deb etiqad qilishga kelgan buyruq və onun vacib ekanligi to'g'risida. İmam Ahmad ibn Abbas'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hammadan ustun Rabbingning nomini pak etiqad qilgin deb A'la surasini o'qishni boshlasa, hammadan ustun Rabbimning nomini pak etiqad qilaman deydi. İbn Jarir Abu Ishaq Hamdanining mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbn Abbas hammadan ustun Rabbingning nomini pak etiqad qilgin deb A'la surasini o'qishni boshlasa, hammadan ustun Rabbimning nomini pak etiqad qilaman deydi. Agar Qiyomat surasini o'qigan bo'lsa, u ya'ni yuqoriqidek ishlarni qila olgan bu Allah o'liklarni terildirishga qodir emasmi degan oyatga kelganda, seni hamma kamchilikdan pak etiqad qilaman. Sen o'liklarni terildirishga qodirsan deydi. Qatada Sura A'lani o'qishni boshlab, bizga payg'ambar alayhissalomning bu surani o'qiganda hammadan ustun Rabbimning nomini pak e'tiqod qilaman deydiganligi rivoyat qilindi deydi. Allah Teala'nın məxluqatlarını yaratqanlığı, ularning taqdirini bekitganligi və o't çöplərini ündürgənlik to'g'risida. O bütün məxluqatni yaratdı. Ularni bejirim, ya'ni chiroyli va munosib shaklda qildi. Ya'ni bütün məxluqatlarni yaratdı və ularning hammasini nihoyat chiroyli bir shaklda qildi. Məxluqatga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. Mücahid Allah Teala insanlarga gumrohlik yo'lini va hidoyat yo'lini va hayvonlarga o'tlaydigan yerlarni ko'rsatdi. Bu oyatning ma'nosi Musa alayhissalomning Fir'avnga degan so'zini bayon qilib kelgan bu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Musa aytdi: Rabbimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi. Bu haqda Imom Muslim Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, Alloh taolo maxluqotlarning ishlarini osmon zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari taqdir qildi. Bu vaqtida Alloh taoloning arshi suvning ustida edi. O't çöplerini östürüp berdi. Yani Allah Teala ösümlük ve ziraatlarının barlıq türlerini östürüp berdi. Ondan ularni qaramtul, quruq ot xaski aylandırdı. İbn Abbas bu ayetning ma'nosi haqida u o'zgarib ketgan quruq ot çöpke aylandı dedi. Bu vaqtda Mujahid, Qatada, İbn Zayd qatorliqlarmi shundoq dedi. Payg'ambar alayhissalomning vahiyini unutib qolmaydiganlik to'g'risida. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Kur'an'ı okutimiz. Allah nəsxi qılmaqçı boğan nəsidin başqını unutmaysan. Bu Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselam'a Kur'an'ı Allah Teala əməl qilishini qaldırmaqçı boğandın başqısını unutmaydigan dərəcədə oxutuduğanlıqdan xəbər verişi və şundaq qilishqa vədi verişidir. Qatada Peygamber aleyhisselam Kur'an'dan Allah Teala əməl qilishini qaldırmaqçı boğandın başqısını unutmaydı dedi.
Bazı alimlar Allah Teala'nın Allah nəsxi qılmaqçı bolğan nəsədən başqını unutmaysan degan oyatidan Peyğəmbər alayhissalamның Qur'onni unutib qalmasligini talab qilish ko'z tutiladi dedi. Onunğa asasen ayetning ma'nosi Allah Teala amal qilishni qoldirmoqchi bo'lgandan boshqasini unutmag'in. Allah Teala amal qilishni qoldirmoqchi bo'lganini o'qimay tashlab qo'ysang hech gunoh yo'qdir deganlik bo'ladi. Allah bandalarning oshkora va yoshirin so'z harakatlarini bilib turdi. Ya'ni Allah Teala bandalarining yoshirin qilgan so'zlarini va ishlarini bilib turdi. Allah Teala'ga ularning ishlaridan hech narsa yoshirin emasdir. Seni biz asan yo'lga, ya'ni islom shariatiga muvofiq qilamiz. Ya'ni biz sana yaxshi ishlarni va yaxshi so'zlarni qilishni oson qilib beramiz. Shundaqla təsliki və əgir toqaylıqı bo'lmagan tüp-tüz şəriətni yo'l qo'yib beramiz. Vəzi nəsihət qilishqi buyurish to'g'risida. Vəzi nəsihət foydaliq bo'ladigan bo'lsa, kishilarga Qur'on bilan vəzi nəsihət qilgin. Ya'ni vəzi nəsihət foyda yetkazadiganlar bo'lsa, sen kishilarga vəzi nəsihət qilgin. Mana bu oyatdan ilm o'rgatishda va uni kishilarga taqitishda ilimni onun layık bo'lmagan kishilarga o'rgatmaslik va taqatmaslikda bir adabning borligini bilib olish bo'ladi. Bu to'g'rida mu'minlarning boshlig'i Ali radhiyallohu anhu sen kishilarga ularning aqli qabul qila olmaydigan so'zni so'zlab bersang, bu so'zing ularning ba'zisi uchun bir fitna bo'ladi. Shunga sen kishilarga ular tushunadigan darajada qilib so'zlab bergin. Sen ular tushunolmaydigan darajada qilib so'zlab berib, Allah Teala va uning payg'ambarining inkor qilinishini yoqtiramsan dedi. Allohdan qo'rqqan odam va'z nasihatni qabul qiladi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen yetkizgan va'z nasihat bilan chin dilidan Allah Teala'dan qo'rqadigan ve o'zining Allah Teala'ga cho'qim uchrashadiganligini bilgan odamlar vəz nəsihət alıdı. Ən şəqi adam vəz nəsihətdən qaçıdı. O kattı otqa, yani dəvzəqə kiridi. Andın o otda ölmeydi və obdan yaşamaydı. Yani o otda ölüb rahatga çıxmaydı və azadı bir hayatqa mı erişəlmeydi. Belki o azablıq bolğan şu hayatda turayverdi. Çünki o şu hayatta tuğandılar azap okubatlarının təmini haqiqat etiydi. İmam Ahmed Ebu Sa'id'in Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Devzaqdan mengü chiqolmaydigan bo'lib, devzaqqa kirganlar devzaqda ölmeydi ve başqa bir hayatda yaşamaydı. Allah Teala merhamet qilmoqchi bo'lgan devzaqilar bo'lsa, Allah Teala ularni devzaqda o'ltirdi. Ondan ularning qishiga shafaatchilar kirdi. Shuning bilan shafaat qilmoqchi bo'lib kirgan bir kishi ulardan bir turkum odamlarni elib chiqib o'stirdi. Ular haya yoki hayot yoki hayvon deb atiladigan o'stangda va yoki jannatning o'stangida o'stirildi. Ular xuddi eriqning qirg'iqida ungan maysidek nihoyat jonsiz o'sidi. Abu Said Xudri mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom sizlar daraxtning yeshil, ondan sariq, ondan yana yeshil bo'ladiganligini ko'rmaganmi dedi. Ba'zi kishilar Payg'ambar alayhisalom bu holatni xuddi o'zi sahroda yashagan odamdeklar tasvirlab berdi dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmed yana Abu Said Xudrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom devzaqdan mangu chiqmaydigan bo'lib, devzaqqa kirganlar devzaqda o'lmaydi va boshqa bir hayotda yashamaydi. Lekin o'tkazgan gunohlari tugab bo'lguncha devzaqda qoladiganlar bo'lsa, Alloh taolo ularning jonlarini oladi. Hatta ular
kuyib kömürge aylanganda ularga şafaat qılınışqa ruxsat berildi. Şunun bilen ular top qılınıp keltirilip, cennetlerinin östenleriga taşlandı. Cenneti boğanlarga, ey cennetiler, ularning ustiga suv to'kinglar deyildi. Şunun bilen ular xuddi eriqning qirg'iqida ungan maysidek nahayat jonsiz o'sidi dedi. Peygamber aleyhisselamdan bu hadisni anlaganlardan biri, Peygamber aleyhisselam bu haletni xuddi sahrada yaşagan odamdek tasvirlab berdi dedi. Bu hadisni İmam Muslim rivayet qilgan. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Küfrüdün ve günahdan pak boğan Adem maqsadiga yetdi. U Rabbinin namını yad etdi, andın namaz okudu. Sizlar dünya tirikchiligini ortiq ko'rsizlar. Ahiret yaxshidir ve baqidir. Bu yani bu suredeki vazlar şek şübhisiz burunqi kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitaplarında bardır. Nicatlıqqa erişken kişilerin bayanı toğrısıda. Küfrüden ve günahdan pak boğan Adem maqsadiga yetdi. Yani nacar ahlaklardan özünü paklagan ve Allah Teala Peygamber aleyhisselam'a düşürgen hakikatki ergeşken kişi nicatlıqqa erişti. O Rabbinin namını yad etti. Andın namaz okudu. Yani o kişi bolsa Allah Teala'nın razılıqını izlep, Allah Teala'nın buyruğuna boysunup ve onun şeriatiga amal qilib namazlarını öz vaqtida okudu. Müminlerin başlığı Ömer İbni Abdul Aziz'nin kişilerini fitre sadaqasını berishga buyurup, Allah Teala'nın küfrüden ve günahdan pak boğan Adem maqsadiga yetdi. O Rabbinin namını yad etdi, andın namaz okudu degan ayetini okuganlığı rivayet qilindi. Abu Ahvaz, agar sizlardan biringlar namoz o'qay deb turganda bir yo'qsul zakat yoki sadaqa so'rab kelsa, u uning so'rab kelgan narsasini berib bo'lib, ondan namoz o'qisin. Chunki Alloh taolo mundaq dedi. Kufrdan va gunohdan pok bo'lgan odam maqsadiga yetdi. U Rabbining nomini yod etdi, ondan namoz o'qidi. Qatada bu oyatning ma'nosi mal mulkning zakatini bergan va yaratquchisi bo'lgan Alloh taoloni rozi qilgan kishi maqsadiga yetdi deganlik bo'ladi dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Ahiretning oldida dunyoning qadrsiz ekanligi to'g'risida. Sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar. Ya'ni sizlar dunyo ishlarini haqiqiy foydasi bo'lgan ahiret ishlarining oldiga qo'ysizlar. Ahiret yaxshidir va baqidir. Ya'ni ahiretdagi Alloh taolaning mukofoti dunyodan yaxshidir va mangu qolg'uchidir. Chunki dunyo yo'qab tugaydi. Ahiret bo'lsa ulug'dir va mangu qolg'uchidir. Aqli bor inson qandaqmi yo'qab tugaydigan narsani mangu qoladigan narsadan ortiq ko'rsin va patli yo'qab tugaydigan narsaga ko'ngil berib, mangu qilib qoladigan oxiratga ko'ngil bermasin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmad Abu Musa Ash'ari'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Özünün dunyolig'iga ko'ngil bo'lgan odam oxiratligiga ziyon yetkazdi. Özünün ahiretligiga ko'ngil bo'lgan odam dunyolig'iga ziyon yetkazdi. Undaq bo'lgan ekan, mangu qilib qoladiganni yo'qab tugaydigan narsadan a'lo bilinglar. İbrahim ve Musa aleyhisselamlarning sahifalari to'g'risida. Bu yani bu suredeki vazlar şek şübhisiz burunqi kitaplarda İbrahim ve Musa'larning kitaplarida bardır. Bu vaqtda Allah Teala mundaq dedi.
u Musa'nın ve İbrahim'nin sahifelerideki sözden haberdar bulmadı mı? İbrahim vefadar kişiydi. Bir günahkar adam yani birovning günahını kötürmeydi. Yani birov başka birovning günahı tüpeylidən jazaga tartılmaydı. İnsan faqat özünün işlegan işinin neticesini körüdü. Onun kılgan işi kelgüsüde körülüdü. Yani onun ameli kıyamet günü onun doğrulanıdı. Ondan onunğa toluq mükafat yoki toluq jaza berildi. Hammaning ahir bardigan joyi Rabbining dargohidir. Ebu Aliye Allah Teala'nın bu suredeki vəzlə şek şübhisiz burunqi kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitapları da badır degen ayetinin mənisi bu surede baqısıyla burunqi kitaplarda badır degenlik buludu dedi. İbn Cerir ayetteki bu degen sözden Allah Teala'nın küfrüdün ve günahdan pak boğan adam məqsədiga yetdi. O Rabbinin namını yad etdi. Ondan namaz okudu. Sizler dünya tirikçilikini artıq görürsüler. Ahiret yaxşıdır ve baqidir degen ayetlerde bayan kılıngan mezmunlar köz tutuldu. Ondaq bolğanda ayetning ma'nisi şek şübhisiz burunqi kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitapları da badır degenlik boludu dedi. İbn Cerir'nin bu sözü küçlük, orunluq bir sözdür. Bu vaqtda Qatade ve İbn Zeyd'lerden mu şundaq rivayet qilindi. Allah Teala to'g'risini bilguchidir. Elhamdülillah, Allah Teala'ga şükürler bolsun. Şunun bilan Sure A'la'nın tefsiri tugidi. Kelar qitimda Sure G'oshi'a tefsiri birinci ayetidan başlab o'qiymiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.